Xonada shuncha yashab, Polsha bozorida ikkinchisi borligini bilmagandim. Qaranglar, mana Fayz to'yxona. San'at saroyi tomonga yurasida, mana shu katta zdaniya va orqasidagi bozor Polsha bozor 2 ekan. Men to'g'risi hayratda qoldim. Mana bu yerda kirasizlar. Men nimaga keldim desam, Marvarid do'koniga keldim. Bu do'konda uy remontiga eng zamonaviy narsalar bor. Hozir men sizlarga zo'r narsalar ko'rsataman. Bu yerda optim narxda sotiladi, showroomlari ham bor. Remont sohasi, remont sferasida eng yetakchi professional bolalar shu yerda ishlashadi. Kraskanidan hamma narsa bor, patkuluchgacha. Nima kerak bo'lsa, kvartirami, hovlimi, ofismi, hamma narsa bor. Qaranglar, did bilan hamma yo'lni sizga tushunarli qilib ko'rsatishgan. Men bu narsani olgan keldim. Yangi ofisimiz bor edi, ofisga. Mana bu narsa shu yerda bor ekan. Mana uni ikkita o'rtaga qo'yib turib, ikki yoniga mana bundan qo'ysa, dahshat valey sheflarning orqasiga qo'yiladi. Xuddi shunaqa narsa. Bitta eng qizig'i ilmiy tomondan qurilish sferasini o'rganishgan bolalar, malakalari juda ham yuksak, muomalalari ham joyida ekan. Shahar ichi hamma mahsulotlar dastavka ham bepul qilib berishar ekan. Kelaverasizlar, uyda remont qilayotganlar, umuman boshida remont tashish turganlar, kelsalar ishinglar yerda chiroyli hal bo'lar ekan. Marvarid do'koni, telefon ham qoldiryapman, telefon qilib, nimani narxi, qanaqa nima, hamma ma'lumotni olsanglar bo'laveradi, o'rtoqlar. Remont qilayotgan tanishlar tashlabdi, videoni like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shu sferada Polsha bozoriga kelaverasizlar, Marvarid do'koni.